Biz 10-sonli tahlilga keldik. Bu bizda trapetsiya ekan. Trapetsiyaning 4 tomonlari berilgan. Kichik asosi bizda 16, katta asosi 44. Yon tomonlari 17 va 25. Shu trapetsiyaning uzun toping ekan. Bu oson savol ekan. Topish uchun balandlik o'tkazamiz. H bo'lsa bu tomondan balandlik o'tkazamiz. Bu 16 bo'lsa pastdagisi ham 16. Agar buni x deb belgilasak, bu bizda qolgan tomoni 28 minus x bo'ladi. Chunki xo'p, x ga minus x qo'shsak 0 bo'ladi. 16 qo'shilgan 28 44 beradi. Shunaqa belgilasak bo'ladi. Birinchi uchburchak uchun, birinchi to'g'ri burchakli uchburchagimiz uchun Pifagor teoremasini yozsak, 17 ni kvadrati teng x kvadrat qo'shilgan h kvadrat. Xo'p, ikkinchi to'g'ri burchakli uchburchagimiz uchun Pifagor teoremasini yozadigan bo'lsak, 25 ning kvadrati teng 28 minus x ning kvadrati qo'shilgan h kvadrat. Buni topishimiz uchun ikkinchi tenglamadan birinchi tenglamani ayirib qo'yamiz. Bizda javob chiqadi 25 ning kvadrati ayrilgan 17 ning kvadrati teng h kvadrat qisqaradi. 28 minus x ning kvadrati minus x kvadrat chiqadi. Xo'p, buni biz qulayroq hisoblashimiz uchun a minus b, a plus b formula olib kelamiz. 25 minus 17 ko'paygan 25 plus 17 teng. Bu formulamiz ham, qolgan formulamiz ham a plus b, a minus b qilsak osonroq chiqadi. Ya'ni bu 28 minus 2x bo'ladi va ikkinchisi 28 o'zi qoladi. Xo'p, 25 dan 17 ni ayirsak 8, 25 ga 17 ni qo'shsak 42. Teng 28 ko'paygan 28 minus 2x. Xo'p, ikkalasini 14 qisqaradigan bo'lsak 3 bo'ladi va 2 bo'ladi. Qisqarsak 4 bo'ladi. 12 teng 28 minus 2x bo'lyapti ekan. Buni x'imiz bizda 16 ga teng, x'imiz 8 ga teng. Ya'ni biz x'ni topdik. Bu bizda 8. Bu bizda 8 ga teng. Xo'p, buning gipotenzasi 17, bitta kayti 8. Biz buni balandlik topsak bo'ladi. Balandlik topish formulasi bizda Pifagordan foydalanaveramiz. 17 ning kvadrati teng 8 ning kvadrati qo'shilgan h ning kvadrati. H ning kvadrati teng 289 dan 64 ayiramiz. 225. Bundan balandligimiz 15 ga teng ekan. Xo'p, balandlik topdik. Xo'p, trapetsiyaning yuzi bizda a plus b taqsim 2 ko'paygan h formulada hisoblaymiz. A miz bizda 16, katta asos 44, 2 ga bo'lamiz, balandlikni ko'paytirib qo'yamiz. Chiqayotgan yuzamiz bizda ikkalasini qo'shadigan bo'lsak 60, 2 ga bo'lsak 30. 30 da 15 ga ko'paytirib qo'yamiz. 3 kare 15 45, значит 450 ekan. Ya'ni trapetsiyaning javob yuzasi bizda 450 chiqyapti. Bizni kuzatishda davom eting. Biz milliy sertifikat imtihonlariga tushayotgan savollarni tahlilni davom etyapmiz.